Bugun men nogironlik pensiyasi oladiganlar uchun juda muhim masalani tushuntiraman. Avgust oyida pensiya oshgandan keyin aslida qancha pul qo'shildi? Kimning pensiyasi qancha bo'lishi kerak? Kim aldanib qolmasligi kerak va hisob kitobni qanday tekshirish kerak? Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, uning farzandlariga, yaqinlariga, vasilar ham tegishli. Chunki ko'p odam pensiya kartasiga pul tushgandan keyin faqat umumiy summani ko'radi. Lekin nima uchun shuncha tushdi? Qancha qo'shildi? Qo'shimcha to'lovlar to'g'ri hisoblandimi yoki yo'qmi? Buni tekshirmaydi. Men bugun hammasini oddiy tilda misollar bilan hisoblab beraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim holatlarda odam pensiyasi oshgan deb o'ylaydi, lekin aslida eski qarzdorlik. Ustama yoki ushlab qolishlar sabab yakuniy summa boshqacha chiqadi. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Avval qanday edi? Ko'pchilik nogironlik pensiyasini oylik doimiy summa deb qabul qiladi. Masalan, odam har oy 800 ming so'm, 1 million so'm yoki 1 million 300 ming so'm olib kelgan bo'lsa, u shu raqamga o'rganib qoladi. Davlat pensiyalarini oshirganda esa hamma bir xil pul qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Pensiya miqdori har bir odamda turlicha shakllanadi. Nogironlik guruhi ish staji, ish haqi bo'yicha hisoblangan baza. Eng kam pensiya miqdori, kompensatsiya to'lovlari, parvarish puli, ustamalar, ilgari tayinlangan qo'shimchalar va boshqa omillar ta'sir qiladi. Avgustdagi o'zgarishning mohiyati shundaki, pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlar belgilangan foiz yoki belgilangan yangi minimal miqdor asosida oshiriladi. Bu yerda eng muhim savol, sizning pensiyangiz foiz bo'yicha oshdimi yoki minimal miqdorga yetkazildimi? Chunki ikki xil holat bor. Birinchi holatda odamning pensiyasi oldin ham eng kam miqdordan yuqori bo'lgan. Shuning uchun unga belgilangan oshirish foizi qo'llanadi. Ikkinchi holatda esa odamning pensiyasi minimal chegaradan past yoki shu atrofda bo'lgan. Shunda yangi eng kam miqdor bo'yicha qayta ko'rib chiqiladi. Oddiy qilib aytaman, agar pensiya 10% ga oshirilgan bo'lsa, 1 million so'm olgan odamga 100 ming so'm qo'shiladi. 1 million 500 ming so'm olgan odamga 1 ming so'm qo'shiladi. Lekin agar odam eng kam pensiya asosida olayotgan bo'lsa, u holda hisob faqat eski summaga foiz qo'shish bilan tugamasligi mumkin. Ba'zan yangi minimal miqdor yuqoriroq bo'lgani uchun odamga ko'proq farq chiqadi. Shuning uchun men har doim aytaman, kartaga tushgan pulni ko'rish yetarli emas. Pensiya tarkibini ham tekshirish kerak. Nogironlik pensiyasi deganda hamma bir xil to'lovni tushunadi, lekin amalda bir nechta yo'nalish bor. Birinchisi, ish staji va oldingi ish haqi asosida tayinlangan nogironlik pensiyasi. Ikkinchisi, zarur staj bo'lmaganda yoki qonunda belgilangan shartlar yetarli bo'lmaganda tayinlanadigan ijtimoiy nafaqa turidagi to'lovlar. Uchinchisi, nogironligi bo'lgan bolalar yoki bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan alohida to'lovlar. To'rtinchisi, parvarishga muhtoj shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar yoki kompensatsiyalar. Shu sababli avgustdagi oshirishni tahlil qilayotganda men birinchi bo'lib shuni aniqlayman. Odam aynan qaysi turdagi to'lovni olyapti? Chunki men nogironlik pensiyasi olaman degan gapning o'zi yetarli emas. Pensiya jamg'armasida bu to'lovning aniq nomi bo'ladi. Masalan, birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxsning pensiyasi boshqa, ikkinchi guruhniki boshqa, uchinchi guruhniki boshqa bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, birinchi guruhda parvarish masalasi ham alohida ahamiyatli bo'ladi. Endi hisob kitobga o'tamiz. Tasavvur qilaylik, siz avgustgacha 900 ming so'm olgan edingiz. Agar oshirish 10% bo'lsa, qo'shimcha summa 9000 ming so'm bo'ladi. Demak, yangi pensiya 990 ming so'm bo'lishi kerak. Agar siz 1 million 200 ming so'm olgan bo'lsangiz, 20% 120 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 320 ming so'mga chiqadi. Agar 1 million 800 ming so'm olgan bo'lsangiz, qo'shimcha 160 ming so'm, yangi miqdor 1 million 960 ming so'm bo'ladi. Bu eng sodda formula. Eski pensiya ko'paytiriladi, oshirish foiziga chiqqan summa eski pensiyaga qo'shiladi. Lekin hayotda hamma hisob shunchalik silliq emas. Masalan, odam oldin 706 ming so'm olgan bo'lishi mumkin. Lekin yangi tartibda eng kam to'lov miqdori undan yuqoriroq belgilansa, u faqat 10% bilan 836 ming so'mga chiqmasdan yangi minimal darajaga yetkazilishi ham mumkin. Shuning uchun minimal pensiya oladiganlar alohida e'tiborli bo'lishi kerak. Ular menga faqat 70 ming qo'shilibdi deb o'ylamasdan, yangi eng kam miqdorga mos keladimi, yo'qmi shuni tekshirishi kerak.
birinchi navbatda. Avgustdan keyin kartasiga pul tushgan, lekin qo'shimcha summa juda kam ko'ringan odamlar tekshirishi kerak. Masalan, odam har oy 1 million so'm olgan, oshirishdan keyin esa 1 million 40 ming so'm tushgan. Agar umumiy oshirish bundan ko'proq bo'lishi kerak bo'lsa, demak savol tug'iladi. Ehtimol qarzdorlik ushlab qolinganmi? Aliment, kredit, ijro hujjati, bank komissiyasi, avvalgi ortiqcha to'lov qaytarimi yoki boshqa chegirma bormi? Bunday holatda darhol xulosa qilmaslik kerak. Avval pensiya bo'limidan yoki shaxsiy kabinetdan to'lov tafsilotini olish kerak. Ikkinchi guruh pensiyasi eng kam miqdor atrofida bo'lganlar. Ular juda diqqatli bo'lishi kerak. Chunki minimal to'lovlar oshganda aynan shu toifadagi odamlarning puli qayta hisoblanishi kerak bo'ladi. Masalan, bir kishi 220 ming so'm olib kelgan, yangilangan eng kam miqdor 900 ming so'mga ko'tarilgan bo'lsa, uning pensiyasi kamida yangi chegaraga mos bo'lishi kerak. Agar kartaga 820 ming tushgan bo'lsa, bu yerda savol bor. Balki to'lov to'liq oy uchun emasdir. Balki nogironlik muddati oy o'rtasida uzaytirilgandir. Balki hujjat kechiktirilgandir. Shuni aniqlash kerak. Uchinchi guruh nogironlik guruhi yaqinda o'zgarganlar. Masalan, odam oldin 3-guruh bo'lgan, keyin 2-guruhga o'tgan. Bunday vaziyatda avgustdagi umumiy oshirish bilan guruh o'zgarishi bir-biriga aralashib ketadi. Kartaga tushgan pul ko'payadi. Lekin odam bilmaydi, bu oshirish hisobidanmi yoki guruh o'zgargan hisobidanmi? Men bunday holatda alohida hisob-kitob qilishni tavsiya qilaman. Avval eski guruh bo'yicha avgustdagi oshirilgan miqdorni topasiz. Keyin yangi guruh bo'yicha tayinlangan miqdor bilan solishtirasiz. Shunda haqiqiy farq ko'rinadi. 4-guruh pensiya oluvchi vafot etgan, lekin oilasi oxirgi to'lov, daf puli yoki meros masalalarini hal qilayotgan oilalar. Bu yerda ham avgustdagi oshirish ta'sir qilishi mumkin. Agar shaxs oshirilgan davrga kiradigan oy uchun huquqli bo'lgan bo'lsa, to'lov qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Lekin bu avtomatik tushmay qolishi mumkin, hujjat bilan murojaat qilish kerak bo'ladi. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz odatdagidek oshgan, foiz bo'yicha hisoblanganda kartadagi farq taxminan to'g'ri chiqayotgan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Masalan, 1 million 500 ming so'm olayotgan edingiz, oshirishdan keyin 1 million 600 ming atrofida tushdi. Demak, asosiy hisob to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin baribir bir marta to'lov varaqasini ko'rib qo'yish foydali. Chunki ustamalar alohida ko'rsatiladi. Birinchi misol, Bahrom aka 2-guruh nogironlik pensiyasi oladi. Avgustgacha uning pensiyasi 1 million 100 ming so'm edi. Oshirish 10% bo'lsa, qo'shimcha 1 ming so'm bo'ladi. Yangi summa 1 million 200 ming so'm. Agar Bahrom akaning kartasiga 1 million 200 ming yoki shunga yaqin summa tushsa, hisob oddiy va tushunarli. Lekin 1 million 60 ming tushsa, u darhol menga kam berdilar demasdan ushlab qolish bor yo'qligini tekshirish kerak. Chunki ijro byurosi orqali qarzdorlik ushlab qolinayotgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Dilbar opa 1-guruh nogironligi bo'lgan shaxs. Unga pensiyadan tashqari parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Avgustgacha asosiy pensiya 1 million 300 ming so'm, qo'shimcha to'lov 200 ming so'm, jami 1 million 500 ming so'm edi. Oshirish faqat asosiy pensiyaga qo'llanadimi yoki qo'shimcha to'lov ham oshadimi? Bu to'lov turiga bog'liq. Agar faqat asosiy pensiya 10% ga oshsa, 130 ming so'm qo'shiladi va jami 1 million 630 ming bo'ladi. Agar qo'shimcha to'lov ham alohida tartibda oshirilsa, yakuniy summa bundan yuqori chiqadi. Shuning uchun 1-guruhdagi shaxslar jami pulim nega bunday bo'ldi deganda asosiy pensiya va qo'shimcha to'lovni ajratib ko'rish kerak. 3-misol, Sardor ismli yigit bolalikdan nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Uning ish staji yo'q, shuning uchun hisob ish haqi asosida emas, belgilangan ijtimoiy to'lov miqdori asosida yuritiladi. Bunda foizli oshirishdan ko'ra qonunda belgilangan yangi aniq summa muhimroq bo'lishi mumkin. Masalan, oldingi to'lov 800 ming bo'lgan. Yangi belgilangan miqdor 80 ming bo'lsa, 80 ming qo'shiladi. Lekin agar o'ylasa hammaniki 10% oshdi, demak bizniki ham xuddi shunday bo'lish kerak deb o'ylasa, xato qilishi mumkin. Chunki har bir to'lov turi alohida huquqiy asosga ega. 4-misol, Mahmud aka 3-guruh nogironlik pensiyasi oladi va ishlaydi. Uning pensiyasi 920 ming so'm edi. Avgustdan keyin 1 million 25 ming bo'lishi kerak deb hisoblaymiz. Lekin u ish joyidan ham daromad oladi.
Ayrim odamlar ishlasam pensiyam oshmaydimi deb so'raydi. Umumiy pensiya oshirishlar odatda ishlayotgan pensionerlarga ham tegishli bo'ladi. Lekin ayrim ustamalar yoki kompensatsiyalar bo'yicha shartlar alohida bo'lishi mumkin. Shu sababli ishlaydigan nogironligi bo'lgan shaxslar ham o'z pensiyasini tekshirishi kerak, lekin darhol ishlaganim uchun bermadi deb xulosa qilmasligi kerak. 5-misol, Fotima opa nogiron farzandiga qaraydi. U farzandi nomidan to'lov oladi. Avgustda pul ko'payganini ko'rdi, lekin aniq qancha qo'shilganini bilmaydi. Bunday vaziyatda eng muhim narsa bolaning to'lov turi va muddati. Agar nogironlik muddati avgust oyida qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtab qolgan yoki keyin qayta hisoblab berilishi mumkin. Ko'p oilalar aynan shu joyda adashadi. Ular oshirishni kutadi, lekin aslida muammo hujjat muddati tugaganda bo'ladi. Birinchi noziklik oshirilgan summa har doim birinchi oydayoq to'liq ko'rmasligi mumkin. Agar qaror oy boshidan kuchga kirsa, odatda to'liq oy uchun hisoblanadi. Lekin texnik qayta hisoblash kechiksa, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Shuning uchun avgustdagi birinchi tushumni ko'rib, darhol yakuniy xulosa qilish har doim ham to'g'ri emas. Men kamida to'lov tafsilotini ko'rishni, zarur bo'lsa keyingi oyda farq tushga tushmaganini tekshirishni maslahat beraman. Ikkinchi noziklik. Pensiya kartasiga tushgan summa pensiyaning o'zi bilan bir xil narsa emas. Kartaga tushgan summa yakuniy to'lov. Uning ichida pensiya, ustama, kompensatsiya oldingi oy farqi bo'lishi mumkin. Shu bilan birga undan ushlab qolishlar ham bo'lishi mumkin. Masalan, odamning pensiyasi 1.200.000 bo'lsa, lekin 1.2 so'm qarzdorlik ushlab qolinsa, kartaga 1.200.000 tushadi. Odam esa pensiyam ham oshmabdi deb o'ylaydi. Aslida pensiya oshgan, lekin yakuniy tushumdan ushlab qolingan. Uchinchi noziklik, nogironlik guruhi muddati tugasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari vaqtida yangilanmasa, pensiya bo'limi pulni davom ettirishda ehtiyotkor bo'ladi. Bu ayniqsa qayta ko'rik muddati bor shaxslarga tegishli. Kimning nogironligi muddatsiz belgilangan bo'lsa, ularda bu xavf kamroq. Kimning muddati 1 yil, 2 yil yoki ma'lum sanagacha bo'lsa, kalendarga qarab yurishi kerak. 4-noziklik, ayrimlar pensiya bilan nafaqani aralashtiradi. Pensiya odatda ish staji va badallar bilan bog'liq. Nafaqa esa ko'proq ijtimoiy qo'llab-quvvatlash sifatida belgilanadi. Ikkalasining oshirish mexanizmi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim aytaman. Men nogironlik puli olaman deb emas, hujjatda yozilgan aniq nomi bilan gapiring. Ana shunda hisob to'g'ri chiqadi. 5-noziklik, bankdagi SMS xabarnoma har doim to'liq ma'lumot bermaydi. SMS faqat kirim summasini ko'rsatadi. Pensiya jamg'armasi hisob kitobida esa tarkibiy qismlar bo'ladi. Shuning uchun SMS'ga qarab bahslashish qiyin. Sizga rasmiy ma'lumot kerak. Pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, qayta hisoblash farqi, ushlab qolishlar to'lov davri. 6-noziklik. Bir oilada 2 nafar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa, ularning to'lovi bir xil oshmasligi mumkin. Masalan, ota 2-guruh pensiya oladi. Farzand bolalikdan nogironlik nafaqasi oladi. Ikkalasi ham nogironlik puli deb ataladi, lekin huquqiy asosi boshqa. Shuning uchun otaga 1.000 qo'shilib, farzandga 90.000 qo'shilishi tabiiy holat bo'lishi mumkin. Endi men aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam. Avgustgacha olgan summangizni yozib oling. Faqat taxminan emas, aniq raqam kerak. Masalan, iyul oyida kartaga qancha tushgan? Agar bir nechta to'lov bo'lsa, ularni alohida yozing. Asosiy pensiya qancha, qo'shimcha to'lov qancha? Oldingi oy farqi bormi? Shuni ajrating. Ikkinchi qadam, avgustda tushgan summani yozing. Keyin oddiy ayirma qiling. Masalan, iyulda 1.1 tushgan, avgustda 1.2 tushgan. Farq 5.000. Demak, taxminan 10% oshirishga to'g'ri keladi. Agar iyulda 1.1 avgustda 1.1 tushgan bo'lsa, farq ahamiyat. Bu yerda sababni aniqlash kerak. Uchinchi qadam, pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, pensiya hisob kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Buni yashirib bo'lmaydi. Siz o'z to'lovingiz tarkibini bilishga haqlisiz. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borishingiz mumkin. O'zingiz bora olmasangiz, ishonchnoma orqali yaqin qarindoshingiz yoki vakilingiz borishi mumkin. Ba'zi ma'lumotlarni elektron xizmatlar orqali ham tekshirish mumkin, lekin hamma odam internetdan qulay foydalana olmaydi. Shuning uchun eng ishonchli yo'l rasmiy bo'limdan yozma yoki og'zaki tushuntirish olish. 4-qadam, hujjatlarni tayyorlang.
Odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa shu hujjat. Nogironlikni tasdiqlovchi TIEK ma'lumotnomasi, bank karta ma'lumotlari, oxirgi to'lovlar bo'yicha SMS yoki bank ko'chirmasi, agar vakil borayotgan bo'lsa, ishonchnoma kerak bo'ladi. Agar bola nomidan murojaat qilinsa, bolaning tug'ilganlik guvohnomasi yoki ID hujjati, ota-ona yoki vasiy hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. 5-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang. Pensiyamni tekshirib bering deyish mumkin. Lekin aniqroq yozsangiz tezroq natija bo'ladi. Masalan, avgust oyidan pensiya oshirilgani munosabati bilan mening nogironlik pensiyam qayta hisoblangan yoki hisoblanmaganini, asosiy pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shunday yozilsa, xodim ham aynan nimani tekshirish kerakligini tushunadi. 6-qadam, agar kam hisoblangan deb o'ylasangiz, faqat og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Arizani ro'yxatdan o'tkazing yoki qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Chunki keyin javob muddati, qayta ko'rib chiqish, farq to'lovini undirish masalalarida hujjat kerak bo'ladi. Og'zaki aytilgan gapni isbotlash qiyin, yozma murojaat esa rasmiy jarayonni boshlaydi. 7-qadam, agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa yoki yaqinlashayotgan bo'lsa, birinchi navbatda tibbiy hujjatlarni tartibga keltiring. Poliklinika, davolovchi shifokor, tibbiy komissiya va TIEK yo'nalishi bo'yicha kechikmang. Ko'p holatda pulning vaqtida tushmasligi pensiya hisobida xato bo'lgani uchun emas. Nogironlikni tasdiqlovchi hujjat muddati uzaytirilmagani uchun bo'ladi. 8-qadam, bank ko'chirmasini oling. Ayrim odamlar faqat SMS ga qaraydi, lekin bank ilovasida yoki bank filialida to'liq ko'chirma bo'ladi. Unda kirim sanasi, summa ba'zan to'la manbas ko'rinadi. Agar bir oyda 2 marta pul tushgan bo'lsa, biri asosiy pensiya, biri qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Buni bilmasdan menga noto'g'ri tushdi deb aytish qiyin. 9-qadam, agar ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ orqali qarzdorlik holatini tekshiring. Pensiya jamg'armasi pulni hisoblab bergan bo'lishi mumkin, lekin qonuniy ushlab qolish sabab kartaga kamroq tushadi. Bu holatda pensiya bo'limi bilan bankni adashtirmaslik kerak. Muammo qayerda ekanini aniqlash muhim. 10-qadam, uyda o'zingiz uchun oddiy jadval tuzing. Ustunlarga oy nomi, asosiy pensiya, qo'shimcha to'lov, ushlab qolish, kartaga tushgan summa deb yozing. 3-4 oy shunday yuritsangiz har qanday o'zgarish darhol ko'rinadi. Bu usul ayniqsa keksalar, nogironligi bo'lgan shaxsga qarayotgan farzandlar va vasiylar uchun juda foydali. Yana bir muhim maslahat, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan har qanday raqamga darhol ishonmang. Kimdir hammaning pensiyasi 200 ming qo'shildi deydi. Kimdir faqat birinchi guruhga oshdi deydi. Kimdir eski yil ma'lumotini yangi deb tarqatadi. To'g'ri ma'lumot faqat rasmiy qaror. Pensiya jamg'armasi tushuntirishi va sizning shaxsiy hisob kitobingiz bilan aniqlanadi. Har bir odamning pensiyasi individual bo'lgani uchun qo'shilgan summa ham individual bo'ladi. Hisoblashni yana bir bor mustahkamlaymiz. Agar eski pensiya 70 ming bo'lsa va foiz oshsa, qo'shimcha 70 ming, yangi summa 70 ming. Agar eski pensiya 20 million bo'lsa, qo'shimcha 90 ming, yangi summa 20 million 90 ming. Agar eski pensiya 20 million 90 ming bo'lsa, qo'shimcha 60 ming, yangi summa 20 million 50 ming. Agar eski pensiya 2 million bo'lsa, qo'shimcha 200 ming, yangi summa 2 million 200 ming. Lekin bu faqat oddiy foizli hisob. Minimal miqdor, ustama, parvarish puli, qarzdorlik, qayta hisoblash farqi bo'lsa, yakuniy tushum bundan farq qilishi mumkin. Men ekspert sifatida eng ko'p uchratadigan xato shuki, odamlar qo'shildi deganda kartaga tushgan farqni ko'radi. To'g'ri yondashuv esa boshqacha. Avval pensiya huquqiy jihatdan qancha bo'lish kerakligini aniqlaymiz, keyin kartaga qancha tushganini solishtiramiz, keyin farq bo'lsa sababini topamiz. Ana shunda odam asossiz xavotirga tushmaydi va haqiqatan kam to'langan bo'lsa, o'z haqini talab qila oladi. Xulosa qilaman, avgust oyidagi nogironlik pensiyasi oshishi hammaga bir xil so'mda qo'shildi degani emas. Kimdir 70 ming ko'proq oladi, kimdir 120 ming, kimdir 200 ming, kimdadir esa minimal miqdor yoki qo'shimcha to'lovlar sabab hisob boshqacha chiqadi. Eng muhimi, eski pensiyangizni, yangi tushumni, qo'shimcha to'lovlarni va ushlab qolishlarni alohida tekshiring. Agar shubha bo'lsa, pensiya jamg'armasiga aniq ariza bilan murojaat qiling va hisob-kitob tafsilotini so'rang. Sizda avgust oyida nogironlik pensiyasiga qancha qo'shildi?
qaysi guruh bo'yicha olasiz va kartangizga qancha tushdi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tushuntiraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni nogironlik pensiyasi oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tekshiruv ba'zan odamning o'ylab kutgan pulini qaytarishga yordam beradi.